Hammaga salom do'stlar. Bu videoda biz Monsterverse olamiga oid Monarch serialining 2-mavsumi haqida gaplashamiz. Avvaliga aytishim kerakki, bu serialdagi personajlar, dialoglar va aktyorlarning iste'dodini ko'p maqtashim mumkin. Lekin men bu videoda ko'proq maxluqlar haqida gapirmoqchiman. Siz esa faqatgina bugun uchun tekin bo'lgan like va obuna tugmachasini bosib qo'ying. Keyin pulli bo'lib ketishi mumkin. Ogohlantiraman, uyog'iga spoiler bo'ladi. Eng avvalo Rodin haqida gaplashmasak bo'lmaydi. Avvalgi video Titan X'ga bag'ishlangan bo'lsa ham, kommentariyada ko'proq Rodin haqida yozilgan. Men ham bu qadimiy qarg'ani juda sog'ingandim. Oxirgi marta biz uni 2019-yilgi filmda ko'rgandik. Uning surati esa Boshliq oroli filmida ilk bor ko'rsatilgandi. Agar suratni ozgina yoritsak, Rodin xuddi og'zidan olov purkayotgandek tasvirlangan. Maxluqlar qiroli filmida ham shunga o'xshash holat tasvirlangan. Shunda muxlislarda Rodin olov purkash qobiliyatiga ega degan taxmin paydo bo'lgandi. Ammo filmda u bunaqa qobiliyat ko'rsatmagandi va taxminligicha qolib ketgandi. Monarch serialida esa indoneziyalik odamning qo'lida kuyish izlarini ko'rdik va uning aytishicha bu Rodin sababli. Ehtimol u chindan ham masofadan turib olov purkash qobiliyatiga ega bo'lishi mumkin. Chunki boshqachasiga qo'lni kuydirish uchun Rodinga juda yaqin kelish lozim. Men esa bu odamning Rodinga juda yaqin kelib, omon qaytganiga ishonmayman. Lekin 3-mavsumda Samo qirolining yangi qobiliyatlari kashf qilinishi mumkin. Mana endi eng g'alati detalga e'tibor qilamiz. Serial voqealari 2017-yilda sodir bo'lgan, ammo Maxluqlar qiroli filmida Rodin 2019-yildagina uzoq uyqudan uyg'ongandi. Bu nimasi? Qanaqasiga Rodin 2017-yilda Indoneziyada bo'lishi mumkin? Bu borada 3 ta taxmin mavjud. Birinchisi, Rodin aslida Meksikada uncha uzoq uxlamagan. U shunchaki Monarch serialining 3-mavsumida uyquga ketadi va 2019-yilda Maxluqlar qiroli filmida uyg'onadi. Ammo men bu taxminga uncha ishonmayman. Ikkinchi taxmin shuki, bu boshqa Rodin. Monsterverse kino olamida Rodinning yana bitta turdoshi mavjud bo'lishi mumkin. Aslida eski yapon filmlarida ham ikkita Rodin mavjud bo'lgan. Ammo 3-taxmin ham mavjud. Unga ko'ra Rodin kvantchalkashlikka uchragan. Eslatib o'taman, Monarch seriali yakunida bizga kvantchalkashlik nimalarga qodirligi ko'rsatildi. Li Shou o'zining yoshroq versiyasi bilan yuzma-yuz ko'risha oldi. Isabel Simonsning hisob-kitoblari bo'yicha bu orqali hattoki o'tmishdan odamlarni olib kelish ham mumkin. Odamlarni yoki titanlarni. Biz serialda ko'rgan Rodin aslida o'tmishdan kelgan bo'lishi mumkin. Bunga ishora qilayotgan narsa shuki, tepada eslab o'tilgan Isabel Simonsni Rodin paydo bo'lgan hududda ko'rishgan. Katta ehtimol bilan Isabel u yerga kvantchalkashlikni o'rganish uchun borgan. Ammo bu shunchaki taxminim. Albatta vaqtlar bo'ylab sayohat ancha bachkana narsa, lekin negadir menga bu taxmin yoqyapti. Endi esa serialda ko'rsatilgan Kong haqida gaplashsak. Bu vaqtda Kong hali Godzilla bilan jang qilmagandi. Eslatib o'taman, uning Godzilla bilan ilk jangi 2024-yilda bo'lib o'tgan. Serial voqealari esa 2017-yilda bo'lib o'tadi. Hali o'sish uchun 7 yil vaqt mavjud. Aytishim kerakki, Kong bu serialda juda yaxshi ko'rsatilgan. Yodingizdami? Kong o'zining shaxsiy filmida qanday ko'rsatilgandi? U doim boshqa jonivorlarga va odamlarga yordam berib kelgan. Hattoki o'ta xavfli maxluqlar bilan jang paytida ham odamlarni himoyalash uchun o'z jonini xavfga qo'ygan. Monarch serialida agar yakuniy jang sahnasiga e'tibor qilsak, Kong Keiko va Kate Randani Titan X'ning paypaslashlaridan himoyalaganini sezish mumkin. Jang sababli buni ko'rish qiyin. Siz buni sezganmidingiz? Ammo Kong bo'lmaganida paypaslagich boshqa qahramonlarning ustiga tushgan bo'lardi. Mana shunisi bilan Kong menga yoqadi. U doim boshqalarning hayotini o'z hayotidan ustun qo'yadi va bu haqiqiy qahramonning fazilati. Jang oxirida u Titan X'ni qo'yib yuborgan sahnasida esa men to'g'risi qarsak chalgim kelib ketdi. 1 daqiqa oldin bu ikkisi bir-birini o'ldirishga oshiqayotgan edi. Ammo Titan X o'z tuxumini himoya qilganligini tushungach, Kong uni shu zahoti kechirdi. Hudud talashish yo'q, o'kirish yo'q, shunchaki iliq tabassum. Mana shu Kongni men sog'ingandim. Eslatib o'taman, bu shunchaki serial bo'lgani uchun budjet ancha kam. Kong serialda kam ko'rsatilgan. Budjetni tejash uchun faqatgina eng muhim sahnalar qo'shilgan. Xo'p, mayli. Hamma sahnalar ham chuqur ma'noga ega emas. Godzillaga o'taylik. Godzilla ham 2-mavsumda juda kam, ammo sifatli ko'rsatildi. Godzilla ekranda ko'ringan har bir kadr shunchaki go'zal, haqiqiy buyuklik. Uning fe'l-atvori ham juda to'g'ri ko'rsatilgan. Godzilla bu shunchaki yo'lidan chiqqan maxluq bilan jang qilib ketaveradigan ulkan ichki emir emas. U tabiiy muvozanat himoyachisi, ekosistemaning jazolovchi kuchi. U shunchaki 100 ming tonnalik maxluq emas, u yer sayyorasining eng muhim 100 ming tonnasi. Serialda bu narsa to'g'ri ko'rsatilgan va men bundan juda xursandman. Izohlarda nega Godzilla Boshliq oroli
oroliga kirmaganini so'rashibdi. Monarx tashkilotining ba'zi xodimlarining fikricha Godzilla Kongdan qo'rqadi, ammo biz bilamiz, Godzilla hech kimdan qo'rqmaydi. Buning ustiga Kong hali yosh va kuchsiz bo'lgan paytda ham Godzilla hech qachon Boshchanoq oroliga kelmagan ekan. Nima uchun? Nega Godzilla hech qachon Chanoq oroliga kelmagan? Godzilla Kongga qarshi filmida Kong oroldan tashqariga chiqishi bilan Godzilla unga hujum qilgandi, ammo Kong orolda bo'lgan paytda Godzilla unga tegmagan. Godzilla boshqa istalgan maxluqning hududiga bostirib kirishi mumkin. Umuman bexijolat, ammo Boshchanoq oroliga hech qachon kelmagan. Yoki kelganmi? Monarx serialida Chanoq oroli shunchaki maxluqlar yashaydigan joy emasligi ma'lum bo'ldi. Bu joy aslida minglab yer osti portallarining tutash nuqtasi. Bu eng katta portallar va eng kuchli kvant chalkashliklar hosil bo'ladigan joy. Ammo bu portalni ochish uchun Titan unga yaqinlashishi kerak. Titanning massasi qanchalik katta bo'lsa, portal shuncha katta bo'ladi. Shu joyda menda juda g'alati taxmin paydo bo'ldi. Yodingizdami? Studiya Godzillani o'z turining yagona vakili deganda, ya'ni boshqa Godzilla yo'q. Ammo shu bilan birga biz yer ostidagi g'orda Godzillaning belidagi plastinalardan yasalgan boltani ko'rdik. Qanaqasiga? Menimcha Godzilla uzoq o'tmishda Chanoq oroliga kelgan bo'lishi mumkin. O'zining 100 ming tonnalik vazni bilan u juda katta portalni hosil qilgan va juda kuchli kvant chalkashlik yuz bergan. Natijada Godzilla ikkita bo'lib qolgan. Xuddi Li Shou kabi. Tabiiyki Godzilla nima bo'lganini tushuna olmagan va o'zining klonini dushman deb qabul qilgan. Aynan o'sha klonning belidagi plastinalardan keyinchalik Kongning boltasi yasalgan. O'sha voqeadan keyin Godzilla Chanoq oroliga boshqa kelmagan, chunki faqatgina shu orolda Godzilladek katta maxluqni klonlashtira oladigan kvant chalkashlik mavjud. Ammo bu aytganimdek bu shunchaki taxmin. Aslida Kongning boltasi qayerdan kelib qolgani va Godzillaning Chanoq orolidan uzoq yurish sababi hali noma'lum. Ammo menimcha biz buni keyingi filmda bilib olamiz. Supernova filmi 2027-yilning mart oyida chiqadi. Bilaman, hali vaqt ko'pdek tuyuladi, ammo ishonavering, 10 oy ancha tez o'tib ketadi. Buning ustiga Qasasko'rlar 5 va Godzilla -0 filmlari bilan zerikib qolmasligimiz aniq. Hash-pash deguncha Supernova filmiga ham yetib kelamiz. Ungacha esa Godzilla nega Boshchanoq oroliga kelmaganligi haqidagi o'z taxminlaringizni izohlarga yozib keting va albatta bugun uchun tekin bo'lgan obuna tugmasini bosib qo'ying. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, omon bo'ling.